Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun yolg'iz kishilik namoyish Shvetsiya parlament oldida, poytaxti Stokgolmga parlament oldida namoyish qilyapman. Bugun soat 3larda ishdan tushib, hozirroq yasatgan narsamninkini bir kelib ko'rib ket. Bu shaklda bo's bo'lamdi deb shu yerga jiddiy bordim, undan keyin keldim. Hozir Shvetsiyada mana shu bilet tashlash parlament a'zolariga undan keyin mana shu virus to'g'risida qanday hal qilish, mana shu to'g'riliq Yevropaningki har qaysi nimalarda ishg'in ichilib qolishaydi, bugun ichilib o'tdi. Men aslida bugun bak yaxshi kunlardiki, men shu kechikib kelib qoldim. Shunday bo'lsa-mu, bir soat turib, mishada tinch shaklda namoyish qilishni menga soqchilar tavsiya qilgan. Oyoqdimi qora sekretari mashinalari borki, shuningga vaqamaslikni to'g'ri ko'rdim. Shuningga Uyg'urchilab o'zimningki videosini berib, birdan norozilik namoyishini bildirib chiqib ketishini to'liq ko'rdim. Meningki dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yil 5-oyning 20-kun tug'ilgan. Ili oblastlik telegraf idorasidan damilishga chiqqan. Apam Sadat Povdun bo'lsa 1956-yil 8-oyning 21-kun tug'ilgan. Ili mehmonxonasininki qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan damilishga. Apam dadamlarni Ili oblastlik bexatarlik tarmoqlari 2017-yil 1-oyning 27-kuni tutib ochib ketib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirgan. Uningdagi apam dadamlarni nima shu 2019-da iqolatda yana sud ichib, birinchi qitimliq 5 yillik sudni amaldan qoldirib 18 yillik og'zaki kesim orqali 18 yillik og'zaki kesimga hukm qilgan. Sudning kuchimi garchi Xitoy hukumatiniki hujjatlashtirilgan, tamg'orilgan qog'ozlar bo'lmasa-mu, og'zaki bo'lsa-mu, meningki dadam 66 yoshga kirdi. Hozir Xitoyninki shu G'uljinninki Kunas noyisdagi turmusida jazo muddatini o'tayotdi. 2019 yillarmi 20larda buvam Abdurahmon Abdurimojim rahmat ko'p ketgan chaqda Xitoy hukumati dadamni bir kunmi meyitni uzatishga ko'rsatmagan, qo'ymagan. Dadam bechora turmushini yig'lab ketib qolgan. Apam nima deyki, diviziyaninki Bayondaydagi turmusida. Bularninki hamda kesilib ketishiningki sababi bo'lsa, Xitoy hukumatiningki birinchidan meni Shvetsiyaga o'qishga chiqib siyosiy panohlik tilidi deb qilgan. Shuhrat Sakirninki Germaniyada singillar borki, panohlik tilabdi bo'lmasa. Ularninkiga hech bola bo'lmabdi. Undan keyin meni apam dadam bilan Turkiyada ko'rishdi deb mushunda kesib o'tgan. Apam dadam bilan ko'rishdi deb meni mushunda ota-onamni kesib o'tgan. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, men ota-onamni qo'yib bermaydigan bo'lsam, men sen bilan 18 yil kesgan bo'lsam, 18 yillik men sen bilan kurash qilaman. Men seninki, menmo seninki dunyoninki qayerga berib qolay, mayli Shvetsiyada yashay, yoki turmush qurish bilan qaysi davlatga ketay, men shu davlatniki opam dadam chiqmasa parlamentning oldida mush narsalarimni ko'tarib turaman, vaqtimni chiqarib. 1 soat bo'lsin. Bu bir. Ikkinchisi, Xitoyninki men vatanimizdagi elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga qat'iy qarshi turaman va vatanimizningki mustaqillik uchun maydonimni, nishonimni tishlab bo'ldim. Bu Xitoy bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik qildi, qizlarimizga dafsandichilik qildi, o'g'illarimizningki ishga organlarini sug'urib oldi, majburiy emgaklarga soldi, ishkirlarga yo'llab o'tdi, zavodlar bekor qul qilyotdi. Shuningga Xitoy 21-asrda dunyoga virus tarqatish va Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan birga jinoyat o'tkazdi. Men yana bir yasatayotgan narsam bor. Undan keyin Shvetsiyaning parlamentining oldida Skandinaviya, ya'ni Shimoliy Yevropa birligiga men xat yozib, parlament a'zolariga murojaat opam dadamnikini qilgash, meningki shved fuqarolik salohiyatim bilan ICCga, ya'ni Shvetsiya hukumatiningki xalqaro jinoiy ishlar tava nimasidan foydalanib, men advokatim orqali xat yo'llab, men Xitoyni ochiq oshkora sotlashga material sifatida tirik shohid etib qatnashimni. Buningda men maydonimni aniq qilib bo'ldim. Ishkilandiga ish yo'q. Shuningga qarindoshlar,
biz nishonimizni tiklamay turib hech qanday ishni vujudga chiqargan olmaydi. Shuningga qarindoshlarningki ota-onasiga vaqtida ega chiqib, ota-onasining uchun tik turib, ota-onasini qutuldirishni, ota-onasiga urug' tuqqanlarga ega chiqishni men tavsiya qilaman. Qarindoshlar, bo'lmasa bizningki ota-onamizningki har bir kuni dafsandachilik holatda o'tib ketyotidi. Men yaqinda azroq bir ishlar bo'ldi. Men buni namoyish bilan hozir birlashtirishni xohlamadim. Shuning qolgan gap so'zni men shanba kuni bir cho'ng tipdagi naq maydon qilmoqchi, shu chog'da xalq bilan o'rtoqlashimiz. Xudoyimga omonat qarindoshlar.